sahnaga chiqishimdan oldin rosa hayajon bor edi. Boshlovchining oldiga keldim. Sal hayajon tushdi. Chunki aka sizga ishonamiz, aka poddeska qildi. İşlab bo'ldim. Yo'q deyishmadi 3 ta hakamlar. Yana hayajon ko'tarishni boshladi. Shahzoda opa nima deganini keyin YouTube'da ko'rdim o'zim. Sanjar dedi, sizda bitta sizga reklama olish kerak dedi. Stomatologiyaga borasiz dedi. Tishingizda zo'r og'ir narsa ko'tarasiz ekan dedi. Sizga aloqaga chiqamiz dedi. Halim kutyapman dedi. Ha. Sanjarbek, men ham sizga ha deyman. Rahmat. Men ham sizga ha deyman. Farg'onada maktab tugatib, harbiy sohasida ishlamoqchi edim o'zim. Keyin onam aytdi, sen polvon bo'lasan. Uydagilar nima desa, ko'pincha onamning gapiga quloq solaman. Eng kichkina kenjasiman-da oilada. Hozirgacha erkalaydi uydagilar. Masalan, Farg'onaga borsam, saralashda eng oxirida chiqdik. Qarasak sahna, hakamlar o'tiribdi, mikrofon hammaga beryapti. Nima bo'layotganini hech kim tushunmayapti, bilmayapmiz. Bizning komanda juda ham kuchli bo'lgan ekan. Bittasini chiqarmadi. Chunki ular ham kuchli edi-da. Hamma qoldi. Ha, hamma qoldi. Keyin uyga borib, kechqurun uyqu kelmadi. Prama efirga chiqaman ekan. Nima ko'rsataman endi? U juda ham katta hayajon bo'ldi. Ota-ona Farg'onada biz bitta yashaymiz. Hamma telefon qilgan. Sani o'g'ling chiqdi, biz ko'rdik. Hakamlar hammasi ham dedi. Zo'r tabriklaymiz deb onam keyin ertalab menga telefon qildi. Onam ozgina yig'lab berdi xursandligidan. Keyin biz ham ozgina ko'z yosh qildik. Menga u o'rin muhim emas. Men yuzim yoki uydagilar yoki tanishlar ko'rsa bo'ldi. O'zbekiston xalqi ko'rsa bo'ldi. Menga shu qiziq. O'zbekiston xalqi shunaqa odam bor ekan, shunaqa bola bor ekan. Desa o'sha puldan ham ko'p narsada u. Sanjarbek Mirzayev